Assalomu alaykum, xayrli navbatlar, shaddiy obunachilar. Xudo xolasa bugun Qo'qon shahar to'ziga katta yo'limizni o'rnatdik. Gaz bor ekan, o'chib qolyapti ekan. Sababli zapaska qilib qo'ydik. Xudo xolasa hozir graduslarga chiqdi. Endi qor yog'yapti. Qor o'ta kuchli. Gradusini ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, o'zi 60 gradusga qo'yganmiz, 62 gradusga chiqib turibdi. Salaf hamla yopib. Hozir o'chgan holat. Hozirlar o'zi yonib yana chiqqan nasoykalar qildik. Ha, o'zi xudo xolasa qizib. Qo'shlarda gaz yo'q, bizda gaz bor deb. Xudo xolasa aka ma'qulmi? Ma'qul aka, zo'r. Tavsiya qilasizmi yo? Tavsiya qilaman aka, ana bayland bor, yonmayapti, mana shuni yoqyapsiz. Aka, bo'ldi bering, rozi bo'ling. Hurmatlar roziman. Siz ham, xudo xolasa uylari o'sha 200 kvadratga bormaydi. 200 kvadrat o'zlari santexnika zapchatlar sotadilar. Oshiq zarar qilmaydi, oshiqchasini olganmiz, yaxshidi. Jicha oshiqrog'ini olaverdilar, zapaska suv ham yaxshi bo'ladi deb 300 talik o'rnatganmiz. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6, 7 ta xonalari bor. 7 ta xonalarga qo'yib berganmiz. Xudo xolasa o'rnatish xizmati, kart yo'l hamma yo'q bor. Usta Ardan shu videoni kim olsa o'zim bunga ham telefon qilaverasizlar. Pastda o'zingiz nomerini qoldiraman. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' salomat bo'ling. Sovuq yomon, sog' salomat bo'linglar. Akbatingiz ham yemaysizlar, sog' bo'lasizlar.